Assalomu alaykum. Men Ollobergan yana sizlar bilan bugun yana video qilishga qaror qildim. Qarasam, ko'pdan beri video qilinmabdi va bugun foydali video qilishga harakat qilaman va bugungi videoni Docker yordamida Olama va VPUI o'rnatish, sun'iy intellekt bilan suhbatning eng oson usuli deb nomladim. Bugungi kunda sun'iy intellekt kirib bormagan soha yo'q menimcha va hammamiz eshitgan mana bu nomlar hammaga tanish bo'lib qolgan. ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek. Bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Va bu sun'iy intellekt modellari hozirgi kunda ancha omonlashdi. Bilamizki, sun'iy intellekt modellari hozirda premium variantda, ya'ni to'lov asosida ishlatish mumkin va tekin ishlatish mumkin. Tekin tarifdagi sun'iy intellektlar juda sayoz javob beradi va sizni to'lov qilishga majburlashga qaratilgan modellar sanaladi. Shuning uchun ko'pchilik bu modellardan foydalanadi va asosan pul to'lashga harakat qiladi. Men ham shu qatorda sun'iy intellektning ChatGPT modelini foydalanib, pullik versiyasidan foydalanib kelayotgandim va o'zimda lokal kompyuterimda sun'iy intellekt modellarini qanday o'rnatish mumkin degan savollar bilan ancha izlandim va bugun yechimini topdim va bu topgan yechimini sizlar bilan ulashishni istadim. Buning uchun bizga Docker kerak bo'ladi va mana bu ko'rib turgan Docker Compose faylimizni ishga tushirishimiz zarur bo'ladi. Bu Docker Compose fayl ikkita Docker konteyner ishga tushiradi. Birinchisi Olamani Docker konteyneri, ikkinchisi VPUI, ya'ni o'sha Olama dasturini oson ishlatish uchun user interface hisoblanadi. Bu Docker konteynerlar hajmi katta. Olama imiji taxminan 348 GB hajmdagi imij, VPUI ning imiji esa taxminan 4,5 GB hajmdagi imij, Docker imij hisoblanadi. Shuning uchun men bu Docker imijlarni video olishdan avvalroq yuklab olib qo'ygandim. Sizlarga hozir bu ikkita Docker imijlarni ishlatib, sun'iy intellektni o'z kompyuterimda ishga tushirib ko'rsatib beraman. Va bu papkada Docker Compose faylim bor. Endi men bu Docker Compose fayli yordamida ikkita Docker konteynerni ishga tushiraman. Buning uchun men Docker Compose app-d komandasini teraman va menda ikkita Docker konteyner ishga tushdi. Bu Docker konteynerlar sizda tezda ishga tushmasligi mumkin, chunki sizda salkam 9 GB imijlarni yuklab olish kerak bo'ladi. Bu menda ancha vaqt talab qildi. Mana men ikkita Docker konteynerni ishga tushirdim. Endi bu Docker konteynerlarni Dockerda ko'rsataman. Mana Dockerda ikkita konteyner ishga tushdi. 8080 port bilan VPUI va 11434 port bilan esa Olamani o'zi ishga tushdi. Men hozir Olamani o'ziga VPUI yordamida kirishga harakat qilaman. VPUI ni ochadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishdagi page ochiladi. Bu birinchi starting page. Bu yerda biz dastlabki nastroykalarni qilib olishimiz kerak, e'tiborli joyi. Mana startni bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga akkaunt yaratib olishimiz kerak. Ya'ni bu VPUI qaysidir serverda qo'ygan holatda bir nechta akkaunt yordamida ham foydalanish mumkin. Bu yerni to'ldirib olamiz. Ma'lumotlarni yozib parolni kiritamiz va create admin account qilsak, bizga admin akkaunt yaratiladi. Bu albatta login qilish uchun. Mana login qilganimizdan keyin mana bunday ko'rinishdagi model ochiladi. Bu yerda release notlar, ya'ni nimalar release bo'lgan haqida, VPUI haqidagi ma'lumotlar chiqib turadi. Mana bizga ChatGPT ning lokal versiyasi ochildi. Aytgancha bitta narsa esimdan chiqibdi. Biz Olamani yuklab olganimizda default, ya'ni birlamchi model sifatida Mistralni skachat qiladi. Bu Mistral modelni o'zi ham 4 GB atrofida skachat qiladi. Ya'ni buning uchun ham ancha vaqt ketadi. O'shani aytish esimdan chiqibdi. Agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu ChatGPT ning alternativ varianti, faqat bu o'zingizning kompyuteringizda ishga tushadi
Va mana hozir men bunga savol berishim mumkin. Masalan, hozir bitta misol so'rab ko'ramiz. SQL da GroupBy uchun misol yozib berishini so'raymiz. Bitta narsa, olamadagi modellar o'zbekchani unchalik yaxshi yetkazib bera olmaydi. Ya'ni siz o'zbekcha yozsangiz, u o'zbekcha tushunishi mumkin, lekin baribir tekin modellar bo'lgani uchun ChatGPT kabi yoki boshqa pullik sun'iy intellekt modellari kabi tiniq sizga matn bera olmaydi. Ammo inglizchada yaxshi javob beradi. Mana hozir bitta sinab ko'ramiz. Please give me sample for SQL grouping deb yozadigan bo'lsak, bizga hozir kod yozish sample berish kerak SQL bo'yicha. Mana men so'rovni berdim va bu so'rovni bergan vaqtimda agar qaraydigan bo'lsak, mana menda уже GPU ga, ya'ni video kartamga yuklama tushishni boshladi. Qaraydigan bo'lsangiz, CPU ga, ya'ni prosessorga ham ancha yuklama beradi. Sun'iy intellekt modellari juda kuchli resurs sarflagani uchun mana hozir mening kompyuterimning parametrlaridan kelib chiqqan holatda tezlik beradi. Ya'ni sizning kompyuteringiz juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, bundan yaxshiroq, bundan tiniqroq javob berishi ham mumkin. Agar kuchsiz, ya'ni parametrlari kamroq bo'ladigan bo'lsa, bundan sekinroq ham javob berishi mumkin. Mana ko'radigan bo'lsangiz, javob beryapti, misollarni ham yozyapti birma-bir. Inglizchani o'rganishga ham menimcha foydali deb o'ylayman. Juda sekin javob beryapti. Mistralni default modeli 7.2 milliardli versiyasi ekan, lekin bundan yaxshiroq va bundan kuchliroq modellar ham bor. Hali ularni sinab ko'rmadim. Sinab ko'rsam albatta sizlarga video qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir ozroq WebUI ni o'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana hozir yozishgan chatim bu joyda ko'rinib turadi. Bu Dockerning volume'ida saqlanadi va keyingi marta run qilganlarimizda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda meni akkauntim, ya'ni user akkauntim, settingsga kiradigan bo'lsak, xuddi ChatGPTdagi bor imkoniyatlar, interfeysni nimalar nastroyka qilish mumkinligi, audioni alohida nastroykalari, chatni alohida nastroykalari, akkauntniki mana akkauntni o'zini yana qo'shimcha nastroykalar, web search, ya'ni alohida qidirish, dokumentlar. Agar qaraydigan bo'lsak, ichiga kirib chuqurroq yana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana yuklab olingan modellar bor. Yuklab olingan modellar haqida Olama saytiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda modellarni topishimiz mumkin. Mana search models ga kiradigan bo'lsak, bu yerda ochiq kodli, ya'ni open source shaklidagi sun'iy intellekt modellari bor. Buni biz qidirib topishimiz mumkin. Masalan, DeepSeek. Mana qaraydigan bo'lsak, DeepSeekni ham bir nechta varianti bor. Bu variantdagilar masalan 7 milliard tokenli sun'iy intellekt, 407 gigabayt ekan. Ya'ni bu modelni yuklab oladigan bo'lsak, kompyuterimizga shunchalik joy yetarli bo'lishi kerak. Bu modellarni kuchliroqlari ham bor. Mana masalan 70 milliardligi bo'lsa 43 gigabayt. Ya'ni bu hajm qancha kattalashsa, sun'iy intellektning javob berish qobiliyati va javoblarini tiniqligi shuncha yaxshilashishni boradi. Boshqa modellarni ham topishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'plab modellar keltirilgan, lekin modellarni eng kuchlilarini menimcha lokal kompyuterda, ya'ni oddiy laptopda, notebookda ishlatish qiyin deb o'ylayman. Hali ishlatib ko'rmadim. Albatta maksimalligicha ishlatib ko'rishga harakat qilaman. Agar bular maksimallarini va hozirgi defaultlar bilan orasidagi farq katta bo'ladigan bo'lsa, u haqida ham alohida video qilishga harakat qilaman. Bugungi videodagi foydalangan Docker Compose'imni o'zimning GitHub sahifamda joylab qo'ydim. Olama Docker nomli repozitoriy bilan. U yerda qo'limdan kelgancha instruksiya yozdim va hozir mana WebUI ni ishga tushirdik. Mana biz hozir WebUI da qo'shimcha imkoniyatlar ham bor ekan. Mana OpenAI ni, ya'ni ChatGPT ni API sidan foydalangan holatda u bilan ham gaplashish imkoniyati bor ekan. Men ham sizlar kabi ayrim narsalarni endi ko'ryapman. Xo'p, mana chatlarni qidirsak bo'ladi ekan. Chatlar ro'yxati bu yerda turadi ekan. Mana arxiv qilib qo'ysak bo'ladi ekan, o'chirib tashlasak, nimalarga bog'liqligini taglar bilan alohida ko'rsatilgan. Juda ajoyib.
To'g'risini aytsam menga yoqdi. Va mana nastroykalarni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda ham 1 tonna nastroykalar bor. Ya'ni o'zingiz uchun eng qulay nastroykani qilgan holatda ishlatishingiz mumkin. Xo'p, admin panelga kirsak, boshqa yuzerlarni ham yaratsa bo'ladi menimcha mana. Boshqa ya'ni bir nechta odam bo'lib turib ham o'zingizni global serveringizga o'rnatgan holatda ishlatsangiz bo'ladi ekan, mening tushunishim bo'yicha. Ya'ni bu yerda Olama bilan alohida sun'iy intellekt modelini ishlatishdan asosiy maqsad bir nechta odam bitta mindsetda, ya'ni bitta fikrlar atrofida ishlaydigan bo'lsak, bu sun'iy intellektni shu loyihaga, shu fikrlarga moslashtirib javoblarni qaytaradigan qilib fine tuning qilsa bo'ladi, ya'ni moslashtirsa bo'ladi. O'shanga bu yordam beradi menimcha. Juda ajoyib. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Maksimal darajada o'zim ko'rgan bilimlarni siz bilan ulashishga harakat qildim. Agar xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Fikringizni iltimos kommentariyalarda yozib qoldiring. Fikrlar men uchun juda muhim va sizga zarur bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, sizga ham ayting. Birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz.